Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Mundial kundalik dasturining navbatdagi soni. Dastavval bugungi dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalar anons bilan tanishing. Ronaldo uchun jahon chempionati armon bo'lib qoldi. Otabek Umarov O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtirokiga to'xtalib o'tdi. Ronaldo Braziliyaning jahon chempionati 2026dagi muvaffaqiyatsizligida bosh aybdor nomini aytdi. Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Kecha va bugun Mundialning nimchorak finalidan o'rin olgan navbatdagi ikkita o'yin o'tkazildi. Dastlabki juftlikda Ispaniya va Portugaliya to'qnash kelishdi. Uchrashuvning so'nggi daqiqalarida Mikel Merino tomonidan urilgan gol Ispaniyaga g'alaba keltirdi. Cristiano Ronaldo uchun jahon chempionligi endi armon bo'lib qoldi. Navbatdagi juftlikda mezbon AQSh Belgiya bilan kuch sinashdi va yirik hisobda mag'lub bo'ldi. Tor. Mundial mezbonlarining uchalasi ham nimchorak finalda to'xtadi. O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi birinchi vitse-prezidenti Otabek Umarov jahonning nufuzli Inside World Football.com sayti uchun O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki ahamiyati va mamlakatda sportning rivojlanishi haqida intervyu berdi. Markaziy Osiyodan jahon chempionatiga chiqqan ilk mamlakat sifatida bu butun xalqimiz uchun ulkan tarixiy voqea bo'ldi. Bu muvaffaqiyat amalga oshirilayotgan islohotlar o'z samarasini berayotganini va mamlakatimiz dunyoning yetakchi sport davlatlari qatoridan munosib o'rin egallayotganini yana bir bor tasdiqladi. Ayniqsa terma jamoamiz o'yinlarini nafaqat stadionlardan minglab vatandoshlarimiz, balki dunyoning turli mamlakatlaridagi son sanoqsiz muxlislar ham kuzatayotgani quvonarlidir. Bu bizning dunyoga ochilgan oynamiz bo'ldi. Mexiko, Houston va Atlantadagi futbol muxlislari O'zbekistonning xushmuomala, samimiy va mehmondo'st qadriyatlari aks etgan o'zbek muxlislari bilan tanishdilar. Muxlislarimiz dunyoning turli burchaklaridagi muxlislar bilan uzoq yillik do'stlik aloqalarini o'rnatganiga, shu orqali odamlarni O'zbekistonga tashrif buyurishga, uning mehmondo'stligi hamda boy madaniyatini yaqindan bilib olishga ilhomlantirganiga shubham yo'q. Ispaniya terma jamoasi darvozaboni Unai Simon futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionati nimchorak finalidan o'rin olgan Portugaliyaga qarshi o'yinda o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Simon futbol tarixida jahon chempionatining ketma-ket 6 ta o'yinda gol o'tkazib yubormagan birinchi darvozabonga aylandi. Bundan oldingi rekord italiyalik Walter Zengaga tegishli bo'lib, u 1990-yilgi terma jamoalarning eng nufuzli musobaqasida ketma-ket 5 ta uchrashuvda gol o'tkazmagan edi. FIFA sobiq prezidenti Josef Blatter Balogunning chetlatilishi bekor qilinganligiga munosabat bildirdi. AQSh terma jamoasi hujumchisi 16 dan 1 finali doirasida Bosniya va Gersegovinaga qarshi o'yinda Tarix Muharemovichning to'pig'ini bosib olgani uchun maydondan chetlatilgan edi. Shundan so'ng 8 dan 1 finalda Belgiyaga qarshi o'ynash imkoniyatiga ega bo'ldi. Chunki Balogunning bir o'yindan chetlatilishi 1 yillik sinov muddati bilan to'xtatib turildi. Shuningdek, AQSh prezidenti Donald Trump futbolchining jazosini qayta ko'rib chiqish maqsadida FIFA rahbari Gianni Infantinoga qo'ng'iroq qilgani ma'lum bo'ldi. Qizil kartochkalar siyosiy qo'ng'iroqlar bilan bekor qilinmaydi. Ularni qoidalar, dalillar va mustaqil organlar bekor qiladi. Agar AQSh prezidenti FIFA rahbarining ishlariga aralashsa va o'yinchi kutilmaganda jahon chempionati play-off o'yini oldidan oqlansa, savol tug'ilishi tabiiy. FIFA qayoqqa qarab ketyapsan? Futbol hech qachon siyosiy kuchlarning o'yin maydoniga aylanmasligi kerak, deb yozdi Josef Blatter. Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jamoa jahon chempionati 2026dan chiqib ketgandan keyin o'z lavozimini tark etmasligini ma'lum qildi. Biz ishlashda davom etishimiz, yanada kuchayishimiz va yangi g'oyalar izlashimiz kerak. Men bu mag'lubiyatni yakun emas, balki yangi davrning boshlanishi deb hisoblayman, dedi Ancelotti. Eslatib o'tamiz, 8 dan 1 finalda Braziliya terma jamoasi Norvegiyaga 1-2 hisobida imkoniyatni boy berib qo'ydi. Arsenal klubi sobiq bosh murabbiyi Arsen Wenger Fransiya futboli muvaffaqiyatining sabablari haqida o'z fikrini bildirdi. Menimcha, bizning muvaffaqiyatimiz ta'lim sifati, ko'plab mamlakatlarda e'tibordan chetda qoladigan iste'dodlarni aniqlash tizimi, shuningdek, Afrikadan kelgan immigratsiya bilan bog'liq. Agar Fransiya futboli tarixiga nazar tashlasangiz, bizning tariximiz immigratsiya bilan chambarchas bog'liqligini ko'rasiz. Fransiyalik birinchi oltin to'p sohibi Raymond Kopa polyak millatiga mansub bo'lgan. Keyin bizda Michel Platini bor edi, italiyalik immigrant. So'ngra Zayniddin Zidan bo'ldi, jazoirlik immigrant. Jean-Pierre Papin immigrant emasdi, ammo bizda Karim Benzema bor edi, jazoirlik immigrant. Hozir esa Usmon Dembele, afrikalik immigrant.
Ular bu yerga kelishadi, chunki Fransiyada haqiqiy ta'lim salohiyati borligini his qilishadi va ular ko'pincha g'ayratga to'la bo'lishadi. Chunki eng yaxshi bo'lish uchun kurashishlari kerakligini bilishadi, dedi Arsene Wenger Toni Kroosning podkastida. Afsonaviy braziliyalik futbolchi Ronaldo Braziliya terma jamoasi Jahon chempionati 2026 dan chiqib ketgandan keyin jamoa ustozi Carlo Ancelottini tanqid qildi. Yakshanba kuni braziliyaliklar 8 dan 1 finalda Norvegiyaga 1-2 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Carlo Ancelotti futbol tarixidagi eng buyuk murabbiylardan biri, ammo bugun u juda ko'p xatolarga yo'l qo'ydi. Men hali ham tushuna olmayapman, nima uchun Joao Pedro jahon chempionati tarkibiga kiritilmadi. U ajoyib mavsumni o'tkazdi. Yaxshi sport formasida edi va Braziliyaga boshqacha uslub taklif qila oladigan hujumchi kerak edi, dedi Ronaldo. Yana bir savol Endrik borasida. U maydonga tushganda har safar o'zining g'ayrati, tajovuzkorligi va kutilmagan harakatlarini namoyish etdi. Shunga qaramay, u jahon chempionatining katta qismini zaxira o'rindig'ida o'tkazdi. Endi navbatni qiziqarli videolardan iborat bo'lgan no comment rukniga beramiz. Mana yoshlar baxtli bo'lsin, Abbosga ham Allohning o'zi baxtini bergan bo'lsin. Yaxshi hurmatli insonlar tashrif buyurdi. Yaxshi insonlar biz ham keldik. Biz ham shu yerdamiz. Ron, sen birinchi marta terma jamoa libosida yig'laganingda men hali tug'ilmagandim. 2004-yil Gretsiyaga qarshi Yevro final edi o'shanda. Lekin katta ehtimol bilan ushbu libosdagi so'nggi anduhli holatingni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bilasanmi nima alam qiladi? Mana shu holatga mendanda kichik yoshdagi yigitchalar sabab bo'lgani alam qiladi. Seni bir kam dunyo tushunchasining timsoli bo'lib qolishing alam qiladi. Lekin hech bir o'lchov, hech bir sovrin yetishmovchiligi sening qiymatingni tushirib yubormaydi. Na iloj, bir sanada tug'ilgan Neymar bilan 2 kun ichida turnirni tark etding. Bugun 8 dan 1 finaldan o'rin olgan so'nggi ikkita bellashuv bo'lib o'tadi. Soat 21:00 da Argentina Misr o'yini bo'lib o'tsa, Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da Shveysariya Kolumbiya uchrashuvi nimchorak final bahslariga yakun yasaydi. Bu bugungi dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha.